Assalomu alaykum ustoz, mumkinmi? Bugun qanaqa kunligini ayta olasizmi? Hazrat Alisher Navoiyning tavallud kunlari 9-fevral. Demak, so'z mulkining sultoni. Ditlari nozik bo'lgan, shu bilan birga tez xafa bo'lib qoladigan odatlari bo'lgan. Endi shoir tabiat odamlarida ko'pchiligida bu bo'ladigan xislat. Kunlardan bir kuni o'sha Hirot ko'chalarida Alisher Navoiy bilan Kamoliddin Binoyi ketayotganda bir it sovuqdan, juda sovuq kunda boyagi uvillab nola chekib ana qilib turganda, shunda Kamoliddin Binoyi Hazrat Navoiyga tegishtirish uchun boyagi Navoku ana ular nima deydi, taxalluslari Navoiy. Ey jonivor, nega buncha navo qilasan, navo chekasan deydi. Shunda boyagi so'zga chechan, gapga usta Alisher Navoiy ham joyida javob qaytararlarda, ey jonivor, nima deydi, navo qilma. Xudo xohlasa ko'klam kelsa hammasi Binoyidek bo'lib ketadi deb, ya'ni bahor kelsa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, ish joyiga tushib ketadi. Binoyiga o'sha Kamoliddin Binoyiga javob qaytaradi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkimisizlar. Alisher Navoiy. Biz voqea navisimiz. Shuning uchun voqea navislar she'r o'qigandan ko'ra biror bir voqeani aytib bergani ma'qul. Alisher Navoiy tarixda nihoyatda kamtar bo'lganligi aytiladi. Vaholanki juda ham boy bo'lgan. Xorason davlatining yo birinchi yo ikkinchi raqamli boy odami. Lekin nihoyatda faqir yashagan. Shunga qaramasdan o'sha faqirligini va kamtarligini bildirish uchun u vazir bo'lgan paytda ham, muhrdor bo'lgan paytda ham hujjatlar bo'ladi, ma'lum bir ish yuritishga oid. O'sha hujjatlarning tagiga muhr bosgan. Uning muhri boshqalarning muhridan yuqorida bo'lib ketmasligi uchun qog'ozning eng quyi qismiga muhr bosgan. Va ana shu agar Navoiyning muhrini kimdir qidirsa, birinchi bo'lib qog'ozning, hujjatning eng pastini ko'rganlar o'sha Navoiyning muhri bo'lgan. Shuning uchun Navoiyning kamtarligi uning faoliyatida hujjat yuritishda ham ko'zga tashlanadi. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim sanga, ne baloliq kun edikim oshno bo'ldim sanga, har necha dedimki kun kundin uzay sening ko'ngil, vaqtki kun kundin battarroq mubtalo bo'ldim sana. Isam yasamang munda mazorimni mening, yuklab erting jismi figorimni mening, o'tiro chiqarib ahli diyorimni mening, quyida qo'ying ta'mi mizorimni mening. Kecha kelgumdur devon, ul sarvigulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong, otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdimu, chekdim yo'lida intizor, keldi jon og'zimga-yu, ul shuhbatxo kelmadi. Ey Navoiy boda birla xurram et ko'ngil o'yin, ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi. Razim yopg'och ko'zimdan, sochilur har lahza yosh, bo'ylagin paydo bo'lur, yulduz nihon bulg'och quyosh. Turk nazmidan chu men tortib alam, ayladim ul mamlakatni yak qalam. Mehr ko'p ko'rdim ammo mehribonlik topmadim. Jon basta qildim xudo, oromi jonim topmadim.